Bismillahirrohmanirrohim. Xomisan naqatu Samud. 5-sini keltirib o'taman deyaptilar muallif. Samud qavmining tuyasi. Ba'da adin, Ad qavmidan keyingi holat nimani endi tanishib chiqamiz. Varisat Samudu adan kama varisat adun ummata Nuhin. Samud qavmi Ad qavmidan meros oldi. Ya'ni bularning merosini qabul qilib oldi Samud qavmi. Xuddi Ad Nuh ummatidan meros olgani kabi. Ya'ni o'rinbosar keldi. Ad o'tib ketdi, Ad qavmi, Samud yetib keldi. Va kanat Samudu ala asari adin kama kanat adun ala asari ummati Nuhin. Samud Adning izidan yurdi. Xuddi Ad qavmi Nuh alayhissalom ummatining izidan yurgani kabi. Va kanat ardu Samud aydan ardan jamilatan khadra'a fiha basatin va uyun va jannatun tajri min tahtiha al-anharu. Samudning yeri bu yam-yashil chiroyli yer edi. Ularning yeri ham xuddi shunaqa edi, xuddi Otga o'xshab. Unda bog'roqlar va buloqlar bor edi va ostlaridan anhorlar oqib turadigan jannatlar bor edi. Va kanat Samudu ka'adin fil imarati va zira'ati va fi kasrati al-basatin. Samud Ot kabi edi. Nimada? Al-imara, imoratda, ziroatda, ekin-tekinda va bog'roqlarning ko'pligida. Ya'ni bir xil edi. Va faquhum fil aqli was sina'ati fakanu yanhituna min al-jibali buyutan wasi'atan jamilatan va yanqushuna fil hijarati nuqushan badi'atan. Samud qavmi aqlda va ishlab chiqarishda Od qavmidan o'zib ketdi. O'tib ketdi. Ular tog'larga chiroyli, keng uylarni o'yardilar va toshlarni ichiga esa go'zal naqshlarni naqsh qilib chizardilar. Vaqad lana lahumul hajaru bi'aqlihim va sina'atihim fayasna'una bihi ma yasna'u al-insanu bish-sham'. Ularga tosh aqllari sababli va ishlab chiqarishlari sababli tosh yumshoq bo'lib qoldi. Ular inson xuddi shamga ishlov berganidek, ana shu toshga ham shunday ishlov berdilar. Tosh ularga yumshoq bo'ldi. Bemalol inson sham bilan nima qilsa, ular ham tosh bilan xuddi shunday ishni olib bordilar. Va iza dakhala al-insanu madinatahum ra'a ajaban ra'a qusuran azimatan kal-jibali ka'annama banaha al-jinnu wa ra'a azharan jamilatan fil judrani ka'annama anbataha ar-rabi'u. Bir inson ularning shahriga kirib qolsa, bir ajib narsalarni ko'rar edi. Katta-katta, ya'ni tog'lar kabi katta-katta qasrlarni ko'rardi. Go'yoki uni bir jin qurib qo'ygandek. Va devorlarda go'yo bahor o'stirganidek go'zal gullarni ko'rardi. Mana shunday ne'matda bo'lgan Samud qavmi. Vaqad fatahallohu ala Samuda barakatin minas samai wal ard. Vaqad fatahallohu ala Samuda abwaba kulli shay'in. Dar haqiqat Alloh Samud qavmiga osmonlar va yerdan barakalarni ochdi. Dar haqiqat Alloh Samud qavmiga har bir narsani eshiklarini ochib berdi. Jadat lahumus samau bil amtari va jadat lahumul ardu bin nabati wal azhari va jadat lahumul basatin bil fawakihi wal asmari va barakallohu lahum fil rizqi wal a'mari. Ularga osmon yomg'irlari bilan mo'l-ko'l qilib berdi. Ya'ni osmon yomg'irlarni ayamadi va ularga yer o'simliklari va gullari bilan mo'l-ko'l qilib berdi. Ya'ni yomg'irlar tinmay yog'di. Ya'ni yomg'irlar mo'l-ko'l bo'lgan va yerda o'simliklar, gullar o'sgan. Va ular uchun bog'roqlar, mevalar va asmar ham mevalarni mo'l-ko'l qilib berdi. Ayamadi. Va barakallohu lahum fil rizqi wal a'mar. Alloh ularga rizqda va umrlarda barakani ato etdi. Ya'ni rizqlarini mo'l-ko'l qilib berdi, umrlarini esa ziyoda uzun qilib berdi Alloh taolo. Barakali qilib. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-sawab.